Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana bu naq maydon qilib boqmoqlar. Yillar bo'lib ketibdi. Ayni vaqtda shu namoyish bo'lgan vaqtda astola naq maydon qilib turatdim. Endi bugun naq maydon chiqishning sabab hammanglarga ma'lum. Tunugün bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Men bunga azroq bir tushuncha berib qo'yay degan maqsadda bu naq maydon qilib o'tiribdiman. Oldi bilan tunugün menga destek bergan, meni qo'llagan va shundaqla har taraflardan telefon qilgan, uchur qilgan barliq qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Endi tunugün men shu nimada Barkat restoranida bir ukimizning to'yi batdi. O to'y bakanlik andikin shuning bilan bilsizlar, Abduvali Ayıp efendim mushtabda Fatihda Xitoylarniki ish bejirish o'rnining qurilganligi, ayollarga Uyg'urlarni nim qilish uchun ayaga nurg'un qiltaqlarni qurganligini so'zlab o'tdi. Andikin men yo'lda bag'icha Mehmetcan Abduqodirning Mantiqa hayot degan bir naqsi bor, izlab baqsanglar bo'ladi. Google'da hozir 1,5 million qatım 1 million qatımdan jiq ko'rilgan. Andikin shukri degan bir naqsi bor. Bu naqshani anglab naaytihliqi vatannikilar bilan hissdoshligim qo'zg'alib bir xil ketib ashna holatda oshxonaga keldim. Kelsam oshxonaning kirishida shu kiradiganlar yerda 5 Xitoy o'tirdi. O'tirgandan keyin endi qarsam yenida mening atalmish o'quvchim o'tiribdi ekan. Oy bular tamaq bermasanglarmamdi deb chaqchaq qildim ham deysa. Çok Uyg'urcha dedim. Tamaq bermasanglarmamdi deb. Desam, oy mallamlam dedi. Onuncha Osmanjon degan qarindoshimiz kelib, oy doktor menga o'ting deb nim qildi. Andiki yonda qarasam, Nur Ihri TV ekranidagi Muhammad Rahim qarindoshimiz qatorliqlar o'zining qarindoshlari bilan tamaq yeb o'tiribdi. Shuning bilan tamoqni yeb o'tirib, andiki shuning bilan peshin vaqti bo'lib qoldi. Andikin bir dal samsak geldi, bir dal samsa yegandan keyin andikin shuna men nimaga chiqday, namozga chiqib kiray deb shuna peshin namozini o'qig'ili nimaga chiqdim, jamiga chiqish, masjidga chiqdim. Andikin peshin namozni o'qib kelib, mundaqlam qarasam, cho'ng bir jip mashinaki Turkiyada yashaganlar bo'ldi. Yeşil plakalik mashin nimning oldida turdi. Shu oshxonaning oldida turdi. Endi ayetki 5 Xitoyni ko'rgandikin, mashinani ko'rgandikin, endi qallimizga eng oldi bilan keldigini, bu Xitoy konsulsining oshxonasi kelganlarga deydigan bir nima beradi ekan. Tushuncha beradi-ku har qanday bir odamda. Chunki Uyg'ur oshxonasiga keladigan konsulning mashinasi odatda Xitoyning mashinalari keldi. Hatto burun go'zal hayot vaqtidami hatta şu Xitoylar bevosita uning 5-qavatiga, ya'ni shu oshxonadagi 5-qavatiga udul chiqib ketadi. Ya'ni ularni ayrim kutib olgan ayrim hollarmi batdi, go'zal hayot vaqtida. Men buni shohid bo'lgan bir qancha qatim. Andikin tunugini ko'rgandan keyin mening qallamda kelgini, bu Xitoyning mashinskan degan narsa keladi qallamga. Keliblam andikin yugurib oldirib kirib qilmadim. Andikin Osmanjon degan qarindoshimizla ko'rishdim. Men bu oshxona Osmanjon degan qarindishimizning oshxona ekanligini bilatdim ham desabdi-ku. Shuna qilib Osmanjon dedim. Bugun to'y bo'lgandan keyin malani chiroyliqcha agar nim qilamgan bo'lsanglar, bugun to'yimiz batdi. Olmasanglarmamdi dedim. Voy doktor, undaqkan deydi. Undaq emas qarindoshim. Bugun to'y bo'lgandan keyin shundaq bir olmay tursanglarmamdi bularni. Hatta bu konsolning adamkango desam, Osmanjonmi bu konsolning adam emas deyamidi. Voy shundaqmi ekan doktor, lekin oshxondan keyin mushundaq bu qildi ekanmiz dedi. Degandan bu bu nima dedim. Agar konsolning oldikilar bo'lsa, tunugin hamda mening o'ylig'im Fatihda ish bejirish ishlarini qilib, endi bugun mening kallamga kelgini Uyg'urning oshxonasiga kirib tamoq yeb o'tir dedi-da. Bo'libmi Mushu Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan, Uyg'urlarning qizil rayoni hisoblanadigan, shu bir rayonda 5 Xitoyning tamoq yeb o'tirganligini men hayron qoldim ham desabda. Endi bu yerga masala qarindoshlar, ularning tamoq nimasi ba'zilar deydi, voy konsolning emaskan normal Xitoy ekan deydi. Lekin normal Xitoyningmi aşağıda o'tirib tamoqning yeyishi amaliyotda bizga qilingan bir haqoratdir.
Çünkü biz Osmancan'ı tanıyımız. Osmancan'a ait yaxşı hatta zafer deb aşxalları ba, nurgun aşxallarını aşkan yaxşı qarindishimiz. Undaq bo'lgandan keyin shuning bilan men xeli gap qilishdim. Qisam, "Voy doktor, undaq de, mundaq de" deb turgandan keyin anshunda men kirdim. Kirib qisam, ashadagi bir adam bularni boshqa bir ustalga yo'tkapti. Men Uyg'ur kirdiayat o'tiryapsizlar, men ham bir ustalda o'tiringlar deb aniga yordam qilib, ustalga yo'tkigil turibdi. Shuning bilan asha Xitoyning tomoq yegan qochisi amaliyotda. Men yangi taqsimni atmadim. Ashu bal yo'tkayotgan vaqtda ashun birini eliblam pangtan yerga urvatdim. Gunchuchu dedim. Dedim, bundan tanıvamayman. Gunchuchu dedim. Chunki men hozir deyman, nima uchun bordingiz o bu deganlarni to'xtab turinglar, buning davom. Men shuning uchun chiqdim bu yerga. Chiqdim, andan keyin shuning bilan gunchuchu dedim. Andan keyin shuninglar endi o bir nima atgandan keyin butun yer nima bo'lib ketdi. Haliqi taqsipachisi bo'lib ketdi. Bo'lib ketganiga men ustiga chiqib ketdim. Ustiga chiqib ketib, endi men Osmanjonga ishonganligim uchun Osmanjonni cho'qim buni loyiqda jo'ndibotidi deb o'ylab, hatto men urvassam ular xush bo'ladi degan maqsadda. Chunki ular qilmaganni men qildim deb qilsam, andiga shuning bilan to'y masalan 2 da boshlangan bo'lsa, 3:30 bilan qaytib tushsam, 1,5 soatda ashnasini supurib etmabdi. Mani obdan nim qilaydi qarindoshlar. 1,5 soatda supurib etmabdi. Odatda biz Uyg'urlar bir taksi tushib ketsa, hemen supurib o'tgan bir millat. 1,5 soatgacha ani supurib etmabdi. Supurib etmabdi. Shuning bilan men teshig chiqdim. Teshig chiqib, andikina Muhammad Ali Qarim, Muhammad Ali Qarim turib ekan. Mushna bo'lib qoldi. Mayada konsolning mushna mashinasi kelibdi ekan. Bir chin urutib qoldim desam, to'g'ri qilibsiz doktor. Pek to'g'ri qilibsiz. U chunki bularning bu yerga tomoq yeyishi haqiqatan bizga qilingan bir haqorat dedi. Haqorat degandan keyin aniq shunday men tursam, ayada ishlaydigan Azat deb bir uzun chashliq birsi bor ekan, Azat deb. Shunda u keldi. "Voy doktor, menga qilingan deydi. Nima bo'ldi desam, sizni soqchiga beradigan, soqchiga arz qildi ekan" dedi. Degandigim nima deydigandi? Men Osmanjonni bu ishni qildi deb bilmayman ham desatdi. Men Osmanjonni bu ishni qildi deb o'ylamayman. Chunki men Osmanjonni yaxshi toniganligim uchun men buni qilmaydi deb kirdim. Kim bo'g'ay bu meni arz qilman deganda kirsam, ash o'quvchimning dadasi Kibrajim turdi. Shunga berib, "Voy, Ajimka, bu oshxona siz ochganmi?" desam, "Ha, men ochdim." "Sen chaqdingmi?" taqsimni deydi. "Ajimka, xo'p, men to'lab beray chaqqan bo'lsam" dedim. Desam, "Uyingdagi bir chinin chaqsanmamda" deblam bo'ynimdan ayada shohidlarmi bor, bo'ynimdan siqib turib oldi. "Ajimka, undaq qilmay, men tonmay qolgan o'xshaydi" deb, "Ajimka, undaq qilmam, men o'g'lingizning ustozi, men 2 yil dars bergan bolangiz" desam, uning yuzini qilmadi. Qilmagandan keyin andiga shuninglar endi vallahi billahi men qasam qildiryapmanlar. Men shu vaqtga qadar bu oshxonada Kibr hojimniki sherikchilik ekanligini men bilmaydim. Shuning bilan qilgandan keyin andiga shunday undaq dedim endi. Undaq sharafsizlik qilib ketmanglar aka. Men bolangiz 2 yil dars bergan, undaq sharafsizlik qilmanglar dedim. Desam andikin o'g'li kelib o'tiryapti mesela deb annemden yugurib shu vaqtda tatiblagan resim qarindoshlar. Ishning ahvoli bu. Endi shuna bo'lgandan keyin andiki meni ayada hammanglar bizlar kiyog'li meni masjidga qadar qo'g'lab keldi. Qo'g'lab kelgandan keyin meni yana to'ngmay qolmasin deb men chiroyliqchi men ukanlarning ustozi unda ketmanglar dedim. Desam ishtonning ichiligini so'rib tilladi meni endi. Degan kun g'ururimga tegdi. Bu qandoq insonlar bu deb. Shuning bilan men g'azablanib ani chiqadim. Tünögünlük nesini çıkardım. O çıkışımda haqliqim. Çünkü ular namart qildi, u qildi, bu qildi deganda. Shundan men uyga ketdim. Uyga ketgandan keyin ani qarindoshlar mening undaq jiq ishlarga aralashib, mening 4 farzandim bor. 4 farzandimning yuzi qarashim kerak. Mening 3 qizim bor, o'zimning bo'yi bilan tam bo'lib qolgan 3 qizim bor deganda. Shundan men rahatsiz bo'ldim, azoblandim uyga qaytib kelgandan keyin. Qaytib o'tirib shuning bilan o nim qilgan bo'ldi. Andikin shuning bilan andikin nima bilan aloqalash Abdurahim
Abdurrahimjon Abdig'ini Gollandiyalik aloqalashdi men bilan naq maydon qilgan bo'lsak doktor deb bo'ludi qilayli dedim. Chunki u vaqtki nafratim faqat u akimizga emas. Mening u akimiz bilan alamodak beramidek hech qanday ishim yo'q. Bizning hech qanday bir shaxsiy adovatimiz yo'q. Faqat mening aytganim Xitoyga bo'lgan nafrat, Xitoyga bo'lgan qarshilikda ham deyadi-ku. Chunki shu Xitoyning qalbiga tekstun deb otdim endi. Unadan voz kechmayman endi. Shunda qilib uyda o'ttasam Imir Hasan Hojimkam. Ama Sharq Turkiston Federatsiyasining men bu akimizni yaxshi biladigan bir akimiz, doktor, sizni cho'ng odamni nima qilyapti deydi, ozroq bir o'xshamasliklar bor o'xshaydi. Andiki shundan bir kilamsiz, biz bilan kilamsiz dedi. Uyning oldiga og'il kelibdi meni. Uyning oldi kim bor desam, xalpitim bilan Ataullah xalpitim bilan Mahsum Hojimkamlar bor dedi. Degandekin ham bir ishki o'lima meni chaqatibdi ham hisobda. Shuni bilan bo'pti hamda ishki o'limayimizning hurmati. Ham boshqalar nima uchun bording deydi. Men oyay borgandimmi, qarindoshlar guvohman o'xshani kirmayman dedim. U oldiga kirmayman dedim. Kirmayman degandekin andiga shuni bilan biz Z Istanbul deydigan nimeniki oshxonada Z Istanbul deydigan bir quro bor. Quroning oshxonasida o'tirib andiki men anlatdim. Mush hozir nimani anlatgan bo'lsam shuni anlatdim. Men hech qanday oshirvatmadim yo qaytavamadim u bu degandek. Degandekin andikin doktor deb ular menga tushundirdi. O'qishmaslik bo'lib qopti dedi. O'qishmaslikni ash vaqtda tushundirilgan bo'ldi. Chunki u mashina Xitoy konstitutsiya mashinasi emaskan. Haqiqatan emaskan. Hatta buni hamda Alloh razı olsun Osmonjon menga shu asli buni kameraning qoidini normal odamga bermaydi. Mağa yetibdi etdigan, meni doktor, ma Beshxitay chiqib normal mashin taksi bilan ketdi. Mao mashin Qozog'iston konstitutsiyaning mashinasi ekan dedi. Degandekin andiga shuning bilan ayada hamda bir o'qishmaslik bo'lganligini jazmlashtirdik. Andikin ikkinchisi bu xalpitim Ataullah xalpitim andikin bu Mahsum Hojimkamlar bu adamning yaxshi odam ekanligi haqida guvohlik berdi ayada. Guvohlik bergandan keyin bu Xitoy qarshi undaq qilgan, jiq nimalar yordam bo'lgan u bu deb guvohlik bergandan keyin, ondan keyin u odamniki mening Xitoylar uchun cheqiyotganligimdan xabarim yo'qligi. Faqatla malqi oshxonaning ichida birisi cheqib o'tibdi deb g'azablanib kim cheqiyotgan bunu, men teppiringlar bu cheqiyotgan odamni deb ashunaq vaqtida ondan men kirib Hojimka bu sizningmi degandiki shuni ayada portlab qilib, andikin menga mundaq bir tap ko'rsatganligini dedi. Hamda bir 60 kirgan odam. Hamdiga shuni bilan paranglashib, u nimalar bilan o'lmalar 200 soat anglatdik, angladi, haq dedi. Hamda o'lmalar Alloh razı olsun, ularmi dedi. Doktor, chinni atqiningiz qat'iy xatolik emas dedi. Chunki bular hozir vatanimizda masjidlarimizni o'riyapti, Qur'onlarimizni ko'ydiryapti, ota-onalarimizni xoriz zarbun qilyapti. Bunda ahvol ostida atqiningiz to'g'ri dedi. Lekin endi meyada ba'zi o'qishmasliklar bo'lib qopti deb andikin shuning bilan qilgandan keyin bir yaxshilashib qolsanglar dedi. Men yaxshilashmayman dedim. Chunki mening haqiqat men yaxshilashmayman. Degandan keyin andaxos bir qancha kun o'ssin dedi. O'ssin degandan keyin andagan shuning bilan bo'ludi dedim. Andaxosa biz bir qancha kundan keyin seni boshqa bir yerga akilib, andakin bir nim qilib turayli degandan keyin andagan shuning bilan men ham anenga birdan bir 5 minut saqlab turib o'yladim. Endi bu o'limalarni yana avor qilib, yana bir yerga akilib qilishning nimasi yo'q deb ilqi ona qilishning nimasi yo'q, hojat yo'q deb shunun bilan bo'pti Hojimka. Agar kibr Hojimkam agar gapida rost bo'lsa, ashuna bilmay qolgan bo'lsa, bo'pti men berib bir uzishay dedim. Chunki yerda ish kulish odam emas. 20-30 shu xotanning boylari, o'limalari, Imir Hasan Hojimkam, andikin boshqa nurg'un 20-30 odam bor. Ammo 20-30 odamning oldida yo'q, sizlarning xato deb ketsam, mening odamgarchilikda azroq nisibam bo'lish kerak. Azroq odamgarchilik qilishim kerak qarindoshlar. Shuning bilan berib aya kirgandan keyin andikin akimizga dedim, men mundaqlam qilmadim, anglatdim. Mundaq ish dedim. Bu nerdan kelgan nafrat dedim. Tamam, mening cheqiyotgan bo'lsam, toba siz endi sizning oshxonangiz bo'lganligi uchun cheqiyotgan bo'lsam, xato qilgan bo'lsam, bu nafrat nerdan keldi? Men bo'lgan nafrat. Men o'g'lingizniki ustoz etdim-ku.
Men o'g'lingizga 4-5 tasni bergandim-ku deb qilgandan o akimizmi endi inson nim bo'ldi? Uning ustiga 60 ta oshgan bir akimiz. Shunda qilib xotin jamoati chiroyliqcha 2 choyni ekilib, 2 choyni ekilib, shuning bilan ikkimizga u odam o'zi o'rnidan turdi. Nimani elib? Shuning bilan men o'rnimdan turdim, kichik chunki men yerda jamoat bor. Shuna chiroyli shaklda mushunda nim qilib qilgan bo'ldi qarindoshlar. Endi qilgandan keyin voy doktor Burxon kanigan vaqtda o'qiyapti, o'qiyapti. Ey jonim qarindoshlar. İki baytın Mirzat Yolvas qarindoshimiz chiqiribdi ya. İki musulmonning tamam, bazı o'qish bo'pti ayada, lekin yaxshi bo'lib qilishib, xushallanarlik bir ish qarindoshlar. Lekin ayada urilgan china Xitoyning yuragiga urilgan china misolanga. Endi mening maqsadim, mayada qarindoshlar, mening maqsadim u nimakimizni sazay qilish emas. Kibir sanacımızda sazay qilish emas. Yoki birsin sazay qilish emas. Lekin aşağıda Xitoyga tamoq berayotgan. Mushu kunda qarindoshlar, mushu kunda Xitoyga azroq busimi bir tepkisi busun degan maqsadda qilgandim men buni qarindoshlar. Chunki yanlış anlamanglar, oshxona ichayotganlar. Mushu Chopir rayoni bo'lsin, Fatih rayoni bo'lsin, Oqsaroy bo'lsin, hatto nimedek Mushu Zaytunburnidak Uyg'urlar eng ko'p o'ltirishgan yerlarda bo'lsin, Xitoylar qanqani batmay yo'vatadi. Ma'nundan men chidimdim qarindoshlar. Hatto har bir yer uratdim keladi, lekin xalqning oshxonasi haqqimiz yo'q. Mirzatmi debdi, haqqi yo'q dedi. Haqiqatan haqqim yo'qdi. Lekin men Osmonjonga akilab turib, Osmonjon meni qig'inimni ko'tirdi deb turib, tang Xitoyni oldida uraladım qarindoshlar. Shunashqa buni to'g'ri tushunishinglar kerak. Bu vaqaliklarning oldikani bilishinglar kerak. Endi mashada biz uzlashtirib olgan 20-30 odamning oldida men yo'q deb chiqib ketsam, mendimi bir odamgarchilikdan bir nasibam bo'lish kerak qarindoshlar. Shunday qilib, nimalarning nimasi bilan guvohlik bergandan keyin yaxshi odam, millat uchun yaxshi ishlarni qilgan, Xitoyga bo'lgan muhabbatni birda aniq adab guvohlikni bergandan keyin anikin akimiz bilan chiroyli xotinning pardasi bo'yicha ikkisini sinchoy bilan birini men ishdim, birini kibrakam ishdi. Shunday qilib yenib keldik hamda. Demakchi bo'lganim nima degan vaqtda qarindoshlar, meniki kibir hajim akimiz bilan, Abdukibir hajim akimiz bilan hech qanday adovatim yo'qdi. Men o'g'liga 4-5 dasna bergan qarindoshlar. Faqat amda oyada Allohning qon qiz jamoatma ayib dedi. Çok bir adam turib, "Nimanda unda qildingiz" dedi. Jamoatma hargiz u adamga to'g'ri demedi. Xatoni xato dedi, to'g'rini to'g'ri dedi. Endi men o'qishmaslik bo'lib qopti deb eng oxirida shunday qilib o'zlashqani yenib keldik. Ondan keyin dedim, "O'quvchingizni akilay" dedim. "Yo'q" dedim. "Men o'quvchimni kechirmayman" dedim. "Men dars bergan bir odam, masalan, dadasini, dada unda qilmang, men mening ustozim diste deyaladi. A gapni deyamidi. Undaq degandan keyin men kechirmayman u balni dedim. Atgan yozmamni yozib qo'ydim qarindoshlar. Chunki men tamam bir dars bergan bo'lsam mayli, 2 dars bergan bo'lsam mayli, 4 dona dars bergan bir ustoz qilgan hurmatsizlikni men kechirmayman. Dedim, "Akamanglar uni ko'rar ko'zim yo'q" dedim. Shunday qilib, dadasi bilan yaxshilanib, ham cho'ng odam, men Mirzatmi debdi, cho'ng odam qarindoshlar. Shunday qilib yaxshilab yen kelgan bo'ldik. Albatta, mana bir kulib yayrab ketganmi yo'q. Attigandan qilaytsam, attigandan maktabdan ishlari vatdi, maktabga chiqib, ulan tugitib kelib, hozir bekov bo'lib qilyapman qarindoshlar. Ishning ahvoli mushu. Endi xulosa nima degan vaqtda qarindoshlar, men chin atqanga yoki Xitoyning konsul atqanga hech kim ayibligini yo'q. Hatto Abduqodir Yapchan akamiz uchur qilibdi. Allah razı olsun, tufun qilib nima deydi? Doktor to'g'ridagi pis masala qaringiz bo'lmasin, ashuni urib etdim deb mag'rurlanib yashang dedi Abduqodir Yapchan akamiz. Degandan keyin shunda xo'shib qoldim. Yurtning cho'nglik shu yerda destak berdi. Kusan ustoz Allah razı olsun. Oningizdan bergan suti halol olsun sizga dedi Kusan ustoz misolanga. Qarindoshlar nima qildi? G'ulji mashrabga Jur'at hojim kam tufun qilib doktor biz qo'llaymiz deb. Tamam. Qildik, bo'ldi. Xitoyning oldida qildik. Endi yana lekin ma'ni ishni yo'g'alitib, Uyg'ur bilan Uyg'ur jidallashib yoki Uyg'ur bilan Uyg'ur bir-biriga kirishib,
Andaki oyun koyup bəsək, Xitayğa oyun koyup bir-birimizdə qarındaşlar. Abi Xitayğa deydi ki, Xitayning konsolosluğu dep uruptu, biz uruptu dep biledi ya Xitay qarındaşlar. Şunaşqa o işning jarayoni muşu qarındaşlar. Şunaşqa akimizdə mənim qılıb özəm rahat bo'lib qoldim. Chunki özəmning dadasidek adam, cho'ng adam degandek. Onun ustiga ayadi bo'lgan o'limalarning xalpitimdak, ondan keyin Mahsum Damollamdak cho'nglar haqiqiy Hem de bazıları dedi unda adamlarım, unda da mayli qarındaşlar. Bizim hürmet kıldıgan, hürmetleydigan, hürmet gösterdigan bir qancha adamlarımız qalsın. Ziyalilerimiz bir qanchadan qalsın, dinni alimlerimiz qalsın qarındaşlar. Az dolu hürmet qalsın hem hesapta. Hiç bulmagan biz ölüp ketsek bizning cinazamızı okuyduğanlar şular ya qarındaşlar. Perzatlarımız doğulsa bizning ismini koyduğanlar şular ya qarındaşlar. Eğer her qandaq bir nimede yani petva berganlarmı şular qarındaşlar. Şonaşqa mening demoqchi bo'lganim men ashu dinni olimlarning, ulamolarning akalarimizniki hatto yerda hammasi menga haqiqatan hurmat ko'rsatdi, meni qo'lladi ayadimi? Doktor bek katta ish qildingiz. Bizningki qalbimizdagi o'rningiz texim yo'q ko'tarildi. Ayadagi so'zlagan narsalarınız, ayadagi birdakligingiz nayt yaxshi bo'ldi deb hammasi yaxshi gapdan qilishdi. Hatta aqimdan telefon qilib, doktor kutgan yerimizdan chiqdingiz degan qarindoshlarimiz bo'ldi qarindoshlar. Shunashqa demoqchi bo'lganim to'g'ri tushuninglar. Endi buni nim deymiz, ikki uyg'unning o'tirishga jidalga so'rab olib kirsak, qat'iy yaxshi bo'lmaydi qarindoshlar. Bu o ikki uyg'unning o'tirishga jidal bo'lmasdan Xitoy alvastilariga, ashxallar tamoq yeyotgan Xitoy alvastilariga urulgan bir muş qarındaşlar. Şuna dep tushunsanlar bo'ladi. Shunashqa men bu videoni bek uzitib etmay, helimo 100 dan jiq odam ko'ribdi. Alloh rozi bo'lsin. Shunashqa demoqchi bo'lganim qarindoshlar, ashxona ishlayotgan qarindoshlar bu konuda bek diqqat qilsak hamda. Chunki ularga tamam ba'zilar deydi, İstanbulda Xitoy kirmisi jampoq qilib bo'ldi qarindoshlar. Ashxalan olib ketgan bo'ldi. Endi boshqa yerlarda bilmayman. Avrupa iyada biyada degandek. Abdurahim efendimi baytın depti, eğer normal Xitoy bo'lgan bo'lsa, hamma yerda kirdi degandek gapni qildi. Demak, hozir hammamiz to'g'ri tushunaylik degan bir gap qoldik. Lekin bu to'g'ri tushungan bo'lmaydi qarindoshlar. Men agar nurg'un ashxalar kiraman, har qatim bag'inimda Xitoylarning o'tirgan ko'raman, urib etkim keladi, qo'g'lib etkim keladi, lekin ashxona mening emas. Devlet mening emas qarindoshlar. Shuning uchun har qanday odamning bir azroq nimasi bo'ladi, limitation deymiz. Limitation deganimiz halqi nim deymiz, ajab nim qilmay qoldim. Endi imkoniyatimiz az bo'ladi demoqchi qarindoshlar. Shunashqa endi oyish to'g'risida shunchalik tushuncha beray. Agar ko'nglimdan rajitgan bo'lsam, agar xato tushunishga sabab bo'lgan bo'lsam, sizdan kechirim so'rayman. Lekin men hozirga qadar ya men bir uyg'unni yoki bir nimani mundaqiliqi nimisiz hech qanday dilini og'ritib boqmadim. Andan keyin qarindoshlar tunugin ashi yuz bergandan keyin bir xotellik bir akimiz batdi. Uningda bek so'yindim, uchur qildi. Azroq bir ish yuz bergan aramizda, lekin men haq taraf tutdim. Uchur qilib doktor debdi. Siz bilan bir halollashib olgan bo'lsam, haqiqatan men ash vaqt ben xato qilib ekanman degandan keyin andiga shunlar ashunaq so'yinib, ish bo'lgandan keyin qarindishimiz siz bilan halollashib olgan bo'lsam degandan keyin so'yindim qarindoshlar. Uyg'ur degan bir-birimizga shundoq chet elda mehr muhabbatlik bo'lib yashamsak, Xitoyga o'yin qo'yib bersak, bu aplashmaydi qarindoshlar. Shunlashqa endi qog'inni andikin bu Facebook'dimi, asli Facebook'da bundaq qilgim yo'qdi. Amaliyotda aytga maqsadim ashunda qilqi tamoq setayotganlarni ogohlantirishdan iborat edi. Lekin bu eng oxirida bir jidal bilan oxirlashib, eng oxirida bir nima bilan oxirlashgan bo'ldi qarindoshlar. Qog'ini mushunchalikday ishning oqibati mushu endi qog'ini men shunchalikday qildim. Alloh rozi bo'lsin. Men bir tushuncha berib qo'yay dedim. Beshimni tiqib olmay dedim. To'g'ri, tunogin o'tni qo'yib deb oqshim qarasa qilayotgan. Albatta
mən ölümalarının, aşağı qarindaşlarımızın, hatta kibir akımızdaki yaşlanıp qalğan adam. Andikin yeni bir qarindişim, Muhsin qarindişim. Aşağı deydigan bo'ptamda. Normal Xitoy degan mushu konsolning adami emas, normal Xitoylarni mushundaq tushundigan bo'pti. Dedim-ku men bularni qabul qilmayman deb. Lekin shu oshxona ochadiganlar normal Xitoy konsolning adami emas deb shundaq tushundigan bo'lib qopti. Lekin men buni qabul qilmayman. Har bir zaman qabul qilmayman. Qabul qilmayman. Endi ba'zi gapdan qilsaq, ma video uzrab ketdi. Men shunchalik gapqilay qarindoshlar. Aslida bir narsa deydigan Muhsin qarindishim men unutib qoldim hozir. Şunlaşqa hammangizlardan Allah razı olsun. Men aqımda turgan, men uchun duo qilgan, mening uchun nurg'ulgan, madad bergan cho'nglarga, ustozlarga rahmat aytaman. Ondan keyin Mubaytin degandek u oshxonada shundaq bir nimeniki konsolning odami emasligi, bu o'qishmaslikning bir bo'lishi. Ondan keyin Azat degan balaning menga kelib sizni saqchxonaga berib arz qilaman deydi degan bu gapdan yetkazilishi mushundaq o't quyruqlar sababidan ba'zi mushundaq tassizliklar sabab bo'lib qoldi qarindoshlar. Shunlashqa asli 90 necha odam ko'ryotdi. Endi jiqqa qilsammi boshqa endi nim bo'lib ketdi-ku. Shunchaki aqlay qarindoshlar, rahmat. Videom taqtib qo'ygaysizlar. Ammo qolganni aşı aşxana icratqanlarning vijdonini qo'ydim endi. Agar vijdoningiz ko'tarsa, siting. Bizmo o'zimizning maydonini cho'qim ko'rsatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammanglarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin.